Doktor ağrı chaqqanda nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda men aytishim kerak, birorta hasharotni chaqishi bilan yuzaga keladigan holatlar mana insekt allergiyalar deyiladi. Bu hasharotni chaqishi endi bizning iqlim sharoitimizda ko'proq ağrı chaqish bilan bog'liq holatlar bo'ladi. G'arimi yo cho'l arisimi, asalarimi, mana bularni chaqqanidan keyin turli noxush holatlar, badanga narsa toshish yoki yo'tal yoki burun oqish yoki aks o'rish yoki o'sha shok holatiga kelib qolish ehtimoli bor. Endi ağrı chaqqandan keyin birinchi ko'rsatiladigan yordam o'sha ağrını agar ignasi o'sha sanchig'i qolib ketgan bo'lsa, uni olib tashlash kerak bo'ladi. Imkoniyat bo'lsa, kelgan o'tga muzdek narsa qo'yish kerak bo'ladi. Ilgari ota-bobolarimiz loy qo'yishgan. Biz endi uni hozir sovuq suv deymiz yoki polispirtover kompress deymiz. Mana shuni qo'yish kerak. Mana shu bilan o'sha yallig'langan joyni davolagan bo'lamiz yoki oldini olgan bo'lamiz. Lekin yo'tal bilan, nafas siqish bilan yoki badanga birdan narsa toshish bilan kuzatilsa ağrı chaqish, unda darrov shifokorga murojaat qilish kerak va tegishli dori-darmonlarni qabul qilish kerak. Allergik kasalliklar va ularni davolash haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.